qiz bolaning o'tirib qolishiga, turmush qurmasligiga endi 7-sababi bu o'sha dugonalarda yoki uning uchun yaqin bo'lgan insonlar opasida, amma xolasida, tanishlarida o'xshamagan baxtini, oilasi buzilganligini yoki eri zo'ravon chiqqanini ko'rsa, qiz bola qo'rqib qoladi. Meni ham hayotim shunday bo'lsa-chi, meni ham hayotimda shunday nima ajralishlar bo'lsa-chi, azoblar bo'lsa-chi deb qo'rqib qolgan bo'lishi mumkin. 8-sababi ota-ona keragidan ortiq qiz bolaga mas'uliyatni yuklasa. Sen hali turmush qurmaysan, o'qishing kerak, karyera qilishing kerak, chet ellarda o'qitaman deb o'tiribman. Bizani sendan kutuvlarimiz mana bunday. Oilani keyin ham qilsang bo'laveradi. Avval sen o'qishing kerak deydigan mas'uliyatni oshirib yuborgan bo'lsa ham, qiz o'sha ota-onam to'g'ri aytyapti, dedi-da qolib ketadi.